Elba birodarlar, ayollardagi barcha gormonal buzilishlarga, ayollar mastopatiyasiga, ayollar jinskiy tomonlama nima muammo bo'lsa davolaydigan xususiyatga ega. Erkaklar gormonal buzilishlarga, prostata adenoma bo'ladimi? Erkaklar testosteronni zo'r oshirib berib, erkaklik quvvatini oshirib beradigan xususiyatga ega. Agar uyingizda 2 yoshdan tepa bolalar bo'lsa, immuniteti pasayib ketgan bo'lsa, gemoglobin tushib ketgan bo'lsa, bir choy qoshig'ini 200 gram qaynab turgan suvga damlaysiz yarim soat. 100 gram ertalab, 100 gram kechqurun bersangiz, barcha turdagi kasalliklarni davolaydi. Odam organizm yoshartirib beradigan xususiyatga ega. Ayollardagi barcha gormonal buzilishlar, jinskiy tomonlama nima muammo bo'lsa davolaydigan xususiyatga ega. Erkaklar prostata adenomasi, erkaklik quvvatini zo'r oshirib beradigan xususiyatga ega. Bolalar immuniteti zo'r oshirib beradi, gemoglobinni ko'tarib beradi, tanani yoshartirib beradigan xususiyatga ega. Eng qizig'i, sahrin diabeti borlarga uy sharoitida qondagi qon miqdorini pasaytirib beradigan xususiyatga ega. Buni birodarlar 2 xil surati bo'ladi, tanlashga adashmanglar. Pajitning deydi ruschasiga, xelba degan giyoh. Deyarli hamma bilsa kerak.